Oxirgi payt Belorussiya mavzusi juda katta muhokamalarga sabab bo'ldi, lekin izbosgandan ketgan fuqarolarimiz hozir ishlab maza qilib uylariga $800 dan $1200 oylik jo'natmoqda. Hozir ayni daqiqada Izboskan tumani hokimi Abrorbek Ahmadaliyev mana bu joyda hozir navbatdagi jo'nab ketadigan fuqarolarimiz bilan suhbat o'tkazib, u yerdagi sharoitlarni tushuntirib, ro'yxat shakllantirmoqda. Hozir batafsil jarayonlarda jonli lavhada ulashib boramiz. Qani ketdik. İş bilan band kelgan, hozir borasizlar, sirasi ish boshlanadi bu yerda. Unaqa ish topishim kerak, qayerda yotishim kerak, nima qilishim kerak degan narsalar o'ylantirmaymiz sizlarni. Biz 15 ta fuqaromiz bilan kanal ochib olganmiz. Doimiy gaplashib turamiz. Ular o'zimni ham tashlaydi, yurgan tashlaydi, dam olayotgan tashlaydi. Hol-ahvol so'raymiz bir-birimizdan hammamiz bilan. Hozir juda yaxshi ishlashyapti. Bu gruppada men ham bor. Ko'rib turaman hamma narsani. Onalar ko'ryapsan? Gazizaga o'xshaydi-da. 2 kishiga bittadan hammasi. Faqat chiroyli ishlab yursa bo'ldi aytdim. Hamma. Nozmaga gaplashib turadi. Sizlarda hammalaringga rahmat kelgan. Biz Allohdan sabr tilab, mana Xudoga shukr ishlarimiz yaxshi, yotoq, ovqat hamma yaxshi. 15 tasi ketgan bo'lsa, ular hozir $800 dan $1100 ishlashyapti. Anasini o'ziga qo'liga qarab, faqat harakat qilish. Bizda shunaqa narsa borki, bo'ladimikin, qila olmaymanmikin. Ko'z qo'rqoq, qo'l botirdi bekarga aytilmaydi. Ushlash kerak, uzib olish kerak bo'ldi tamom. Bitap chiqib 5 million olingiz, 7 million, 7 million, 10 million bo'lib ko'tariladi. Davlatcha u shunaqa. Biz ham 1 million oylik bilan boshlaganmiz. Tirikchilik yetmasdi, yo kvartiraga yetmasdi, yo bola chaqaga yetmasdi. Sabr qilib kelib mana rahbar bo'ldi. Ketgan ketaveradi, qolgan qolib ishlaydi sabr qilib. Odam bitta joyda ko'karadi deydi-ku, kattalar bilan ko'pchilik bilan. Bizda prosta bu yerdagi ko'p yosh kattalar, yoshlarda sabr degan narsa qolgan. Sabr yo'q. Lekin telefonda 5 soat vaqtini o'tkazadi. Beyman narsalarni boshqalarni, lekin ota-onamga yordam ber yoki agrotom chop qo'y yoki ko'chan daraxtni oqlab ber deydi. Borsiz telefonni mashinada 3 kun bo'ladi. Yuqori Chomada yuribmiz, kechqurun 10. Hudud obodonlashtirish yuribmiz, boshqa qilib tozalab qilyapmiz. 10 ta bola qadri yosh qo'shib terilib oldi. Men yonimdan achani bersam, 3-4 tasi. Birontasi oldiga yetib borganimizni bilmayapti-da. Telefonga nima ishdi? Qo'l mashinada yonida turdi bir 30 sekund turdi-da. Mashinada tegma deyapti-da. Asar qilyapsan, hamma 9-sinib bolalar. 9-sinib bolalar. Ahmadaliyev chetga chiqqanmiz. Qaysi davlatlarda bo'lgan? Ko'p joyda bo'lganman. Oxiri qayerda bo'lgan? Qaysi? Moskvada bo'lganman. 23-chi. Necha oylik jo'natadi? Qurilish ishlari $500-600 oladi. Men hozir o'zim sizlarni tanib olyapman. Ertaga viloyatdan kelganda, nariyoqqa borganda razgovor ketadi rus tilida, boshqada. Shunchalik sharoit beryapti. Hurmatli prezidentimizga ming rahmat. Endi u yerga borganda chiroyli ishlash kerak.